Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, xonadoniga arzon va sifatli yaxshi xizmat qiladigan temir darvoza o'rnatish niyatida yurgan ko'pkalar, xudo xohlasa mana ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, ba'zi yurtdoshlar sizlardan iltimos qilamiz. Kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan savollarni qoldirib o'tasizlar. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, hurmatli yurtdoshlar. O'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz va kozirogimiz bo'yicha ma'lumot beramiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi bu darvozamiz, qanaqangi kraskalar sepdik. Hozirgi kunda bu temir darvozalarning kvadrat metri nech puldan nech pulgacha bo'lyapti? To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnaychi mahallasiga olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta akalarimiz o'zlari bizni YouTube kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, zakaz qilishganini joylariga chiroyli qilmani kozirogi bilan birga o'rnashtirib berdik. Darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ko'rib baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Darvozamiz razmeridan boshlasak, eniga 4 metr, bo'yiga ham 4 metr variantda bo'ldi. Darvozamiz asosiy stoyka qismlari 10 yo'llik mana uchlik stenali brusda bo'lgan, juda ham baquvvat holatda, 100% o'nlik 12lik shvillerlardan baquvvat stoyka bo'ldi aziz yurtdoshlar. Tagi o'nlik shviller, avtomobil kirib chiqadigan qismi. Darvozamiz pilisovoylik 2lik listda bo'lgan aziz yurtdoshlar, 2 qavatlik variantda. 2 qavatlik joylari mana shu tekis joylari bo'lgan va bu tepa qismi va mana joylari 2 qavat bo'lgan. Mana bu kichkina joylari 1 qavatlik variantda bo'lgan. Darvozamiz kraskasiga to'xtalib o'tsak, mokriy asfalt kraska aziz yurtdoshlar. Quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Darvozamizni aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metrini 1.200.000 so'mdan tayyorlab olib kelib o'rnashtirdik. Mana shu tepa qismlarini havo aylanishini hisobiga lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib ishlab berganmiz va tepa qismini mana shu navesimizga, kozirogimizga ma'lumot bersak, bu ham lazerli variantda. Tepasi uchun chiroyli yodviy leksandan yopishtirib, darvozamizga padmas tushadigan holatda qilib, chiroyli qilib darvozamizni bitirdik. Endi albatta xonadon egalarining zakaziga qarab aziz yurtdoshlar, mana shu отдельный 80 sm kalitka bo'ldi. Yaqinroq olib kelsangiz kamerani, albatta bir qator eshiklarni ochib yopilishini ko'rsatib o'tsak, mana hurmatli yurtdoshlar, ortiqcha bir kuch bilan tortish shart emas. Nomiga tortilsa darvozamiz eshik yengil, ortiqcha zamokka kuch kelmagan holda ishlayapti. Rezinkalargacha qo'yilgan. 5 talik mana Zuber zamok, 5 talik kalitli, 5 yil garantiyaga Zuber zamokdan qo'yganmiz. Endi darvozamizni ochib yopib, orqalarini urvenda o'rnagan holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, mana darvozamiz ochilgan holati juda ham bir chiroyli holatda. Albatta pachimlikli oshiq-moshiqlarni qo'yib, chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Mana qayerga olib kelsangiz, urvenda o'rnagan darvoza olib kelib qayerda to'xtatilsa, joyida qoladi. Endi orqasiga o'tsangiz, kamerani olib o'tsak, bir qator mana aziz yurtdoshlar, orqa qismi ham qo'lni mana ortiqcha dovushlarsiz, splashni mana rezinkalarni boshdan oyog'iga qo'yilgan. Mana bir-biriga temir tekkanda, umuman bir ortiqcha dovushsiz, yengil mana sentr zamok, bitta qo'lda bemalol ochib yopadigan holatda qilib, tekis variantda qilib mana e'tibor berasizlar, juda ham bir chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Va mana zamoklari, to'liq mana oshiq-moshiqlari pastiga bitta, tepaga ikkitadan qilib, обязательно pachimlikli oshiq-moshiq qilib, yengil darvozamiz ochilib yopiladigan holatda qilib o'rnatdik. 1 qavat, 2 qavatlik variantdagi darvozalarimizning orqa holati ko'rishlaring mumkin. Mana shu holatda tekis variantda chiqadi. Oldiga bir qator chiqib, yana bir ikkita joylar. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz общий summasi shu kvadrat metr 1.200.000 so'mdan 15 million so'mga va tepadagi kozirogimiz bilan birga общий summasi 22 million so'mga kelib dastavka ustanovka ichida o'rnadi. Shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.